vaqtni shu darajada qadrli ekanini aytganki, uni faqatgina muhim bo'lgan, bizga taalluqli bo'lgan, oxirat va dunyoda bizga foyda beradigan ishlarga va biz uchun qadrli, qiymatli bo'lgan insonlarga ajratishimiz kerakligi aytilgan. Mana shu gapni tamomi sifatida men bir hadis sharifni bugun aytmoqchiman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: ikki ne'mat borki, ko'p insonlar unda aldanib qoladilar. Ya'ni bor, unga ulguraman, undan foydalanib qolaman deb hozircha o'ylaydi, lekin xom xayol qilgan bo'ladi. Ya'ni chorani xom sanagan bo'ladi. Vaqtida qadrlamagandan keyin u qaytib kelmaydi. Bular nima? Birinchisi sog'liq. Inson o'z vaqtida sog'liqni qadriga yetmaydi. Har doim shunaqa kuchga to'lib yuraman, sog'lom bo'laman deydi, lekin vaqt o'tishi bilan u qaytib kelmaydi. Ya'ni zaiflaydi, kasal bo'ladi, vafot etadi, ko'p ishlar qolib ketgan bo'ladi. Ikkinchisi bo'sh vaqt, farogh. Ya'ni farog'lik. Inson yoshligida, uylanishdan oldin yoki katta bo'lganda ham bo'sh vaqti bo'ladi. Ana shu bo'sh vaqtdan unumli foydalanmay, undan foydali ilmlar, solih amallar, o'ziga, elga, atrofiga foyda keltiradigan yaxshi amallar bajarmasdan kelajakni kutadi. Kelajakda yaxshi bo'lar, yaxshiroq pul topaman, o'shanda bir ish qilaman deb o'ylaydi, lekin bunda ham chuchvarani xom sanagan bo'ladi. Ya'ni bundan olinadigan foyda shuki, bu ikki ne'matni hozir bizda bor bo'lib turgan paytda juda ham qadriga yetishimiz kerak. O'sha ko'p aldanib qo'ygan insonlarni qatoriga kirmaslik uchun